Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Xonfire bo'ladi. Bugungi videomizda mana ko'rib turganingizdek ChatGPT bizga challenge berdi. Biz buni bajaramiz. ChatGPT ya'ni bunaqa challenge berdi. Sen faqat Yumpi va M40 va Drabajda 10 ta kill qilib o'yindan chiqib ketishing kerak dedi. Mana omadimiz ham keldi. M40 topdik bittada. Ana endi biz Drabaj topishimiz kerak. Drabaj yoki Yumpi. Biz bu qurolni olib tashlaymiz chunki bizga mumkin emas. Hozir topishimiz mumkin. Ko'ramiz. Odam ham tushmayapti hali. Drabaj olishim kerak. Men Drabaj hali topolmadim. Mana ko'rib turganingizdek ikkita M40 olsak qoidaga rioya bo'ladi. ChatGPT 10 ta kill qilib o'yindan chiqib ket dedi. Ana endi biz buni qilyapmiz. Mana birinchi killimiz bu degan. Mana birinchi kill senga ChatGPT. Yana 9 ta kill qoldi. Uni ham qilamiz degan umiddaman. Yana odam qayerda bo'lishi mumkin? Mana yana ikkinchi killimiz tayyor. Mana ikkinchi killimiz tayyor. Mana senga uchinchi kill. Nimagadir mening zonamga botlar tushibdi. Botga bot tushadi o'zi deb hazillashaman bolalar. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun harakatdaman, birodarlar. Kelinchini ko'ramiz. Qilyapmiz. Mana senga 4-kill ham tayyor bo'lsa kerak. Mana 4-kill. 4-kill ham tayyor. Yana 6 tagina kill qoldi. Undan keyin o'yindan chiqib ketib ChatGPTga aytamiz va bizga sovrinimizni beradi. Bu nima bo'ldi? Mana bizning 5-go'shtimiz. Mana bu ham yedi Daisy ekanniki. Men yana bir odamni ko'rdim. Mana sizlarga 6-killim. Mana 6-kill ham tayyor. Ketib qolyapti-ku. Ketib qolyapti. O'ldi. Mana 6 ta kill, 4 dona kill qoldi. Undan keyin o'yindan chiqib ketamiz. Va ChatGPTga aytamiz, bizga sovrin bersin. Qani yana odam bor ekan bu yerda. Qani qayerda o'tyapti? Qayerdan? Qani? Mana bu yerda ekan-ku qizaloq. Mana yana bitta kill. Bunisi odamga o'xshayapti. Chunki killimizni yedi bu Isqirtboy. Mana 8 ta kill qoldi, 2 dona kill qoldi. Undan keyin o'yinni tugatamiz bolalar. Mana ko'rib turganingizdek 9-killimiz ham tayyor. Mana senga 10 ta kill ChatGPT. Senga bonus ham qo'shib berishim mumkin, lekin bonusni qilmaymiz chunki biz 10 ta killdan keyin va'da berganmiz, chiqib ketamiz deb. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Yanagi videolar uchun adashib ketdim. Xayr hammaga.